Mana dastlab eng ko'p, eng foydali 5tasini tushuntiraman va undan keyin brauzerdagi 5 ta ishlatadigani va oxirida ikkita qizig'i bor. Birinchisi Ctrl F, ya'ni izlash oynasi. Wordda turganingizda ham masalan mana bu yerda Ctrl F deb bossangiz mana qidiruv oynasi chiqadi. Ctrl F qidiruv doim. Mana qidiruvga yozasiz. Masalan, 200 betlik kitob bo'lsa Wordda multimedia degan so'zni qidirsanglar, mana shu yerda multimedia deb yozasiz. Mana multimedia degan so'z topib beradi. Nechinchi strangasi mana chiqdi. Mana shu yerda bitta bosasiz. Agar multimedia boshqa joyda kelgan bo'lsa ham, mana pastida qator chiqadi, ishlataverasiz. Excelda ham shunaqa ko'rinishda. Xo'p, brauzerda ochaman. Brauzerda ham Ctrl F deb bossangiz mana qidiruv oynasi. Bu joyda ham qidiruvni ishlatsangiz bo'ladi. PDF fayllarda menga juda kerak bo'ladi. Ya'ni mana sizlarga ko'rsatib beraman. Anaqa nima deydi? Mana dars jadvali, universitetda o'tkazilgan dars jadvali shu joyda masalan mana juda ko'p o'qituvchilar, juda ko'p fanlar bo'ladi. PDF faylda siz o'zingizni qidirib o'tirasiz. Shu holatda eng osoni Ctrl F deb bosasiz, mana qidiruv oynasi chiqadi. Hattoki PDFda ham, brauzerda ham, hamma joyda. Shu joyga yozasiz mana ismi Mullajonov. Mullajonov deb poyezd bersangiz va enter. Mullajonov B desak. Endi shunga o'xshash tugma bor. WinQ tugmasi. Ya'ni sizlarda pusk tugmasi bor, Windows tugmasi. Shu Windows tugmasiga Q tugmasini bir marta bossangiz, mana alohida pastdan mana bunday oyna ochiladi. Bu ham Ctrl F ga o'xshagan qidiruv oynasi, paneli. Faqat bunda nima qidirasiz? Kompyuterdagi programmalar, o'yinlar, shunga o'xshagan narsalar topolmay qolgan bo'lsangiz, WinQ da qidirasiz. Ya'ni mana bu oyna ochildi, mana bu yerda bunda ham poisk yozadigan joyi bor. Va masalan Word. Mana Word dasturi mana birinchi o'rin tepada chiqdi. Yoki nima qidirasiz? Excel topolmayapsiz. Mana Excel. Photoshop topolmayapsiz. Mana Photoshop. Ko'rasizmi? Kompyuter ichidan, рабочий stoldan, o'rnatilgan dasturlar ichidan qiynalmaysiz. WinQ mana shu yerga yozasiz, chiqadi. Menda uchinchisi oynalarni alishtirish, Alt tab. O'zim ko'p ishlataman shuni. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ya'ni mana bu yerda Word fayli bor. Mana bu yerda bu uzr video ekan. Rasm fayli bo'lsin. Mana shu joyda rasmda turgan holatingizda Wordga o'tib olishingiz kerak. Shunda Alt tugmasini bosgan holda Tab tugmasini bir marta bosasiz. Mana Wordga o'tadi. Yana bir marta bosasiz, rasmga o'tadi. Yana bir marta bosasiz, Wordga o'tadi. Mana shu ko'rinishda ishlashingiz mumkin. Altni qo'yib yubormasdan Tabni bir necha marta bosish orqali mana birdaniga ikkinchisiga tushmasdan turib 3-chi, 4-chi, 5-chi oynalarga ham o'tib ketishingiz mumkin. Birdaniga ko'p oynalar bilan ishlash uchun, undan bunga sakrab o'tish uchun Alt Tab juda ham zo'r tezkor tugma. Bu ham oldindan ishlatib kelganmiz. Dasturlarni tezkor yopish uchun nimadir bo'lib qolsa, kimdir kelib qolsa yoki endi bu yerda albatta yomon ma'noda tushunish kerak emas. Siz nimadir kimdir ko'rish kerak bo'lmagan ish qilayotgan bo'lsangiz, sirli ish qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Shu holatda tezkor Alt F4 ni bosish orqali yoki tez dastur o'chirib chiqib ketishingiz kerak, shoshyapsiz. Shunda Alt tugmani bosasiz va klaviaturada F tugmalari bor, F4 tugmasi, bitta F4. Altda bosib F4 bitta bosasiz. Dasturdan shuni ochib ketasiz. Endi men buni yopib ko'rsata olmayman. Sizlar shunda Altni bosib F4 bitta bossanglar, bu programma bo'ladimi, Word fayli bo'ladimi, brauzerga qizig'i yo'q. Yopiladi shunda. Shunga o'xshab panellarda ishlash, Windows tugmasi bilan sonlarni ishlatish, ya'ni panel zadachadagi dasturlar bilan ishlash. Bu nima? Ya'ni menda mana bu pastda panel zadacha bor, ya'ni mana bu qismda mana birinchi o'zim qo'yib qo'ygan mana kalkulyator, Telegram, Chrome, Zoom va Word turibdi. Mana ishlatilganlar mana bu yog'iga chiqadi. Mana shu joyda sizga agar kalkulyator kerak bo'lsa, Win tugmasiga 1 qo'shib bosasiz, mana kalkulyator avtomatik ochiladi. Va shu joyda siz mana Wordga avtomatik tez o'tmoqchi bo'lsangiz, ochiq turgan bo'lsa ham ishlatsangiz bo'laveradi. Win 5 ni bosangiz, mana sразу Wordga o'tadi. Kalkulyator kerak Win 1. Ochiq turgan bo'lsa ham, ochiq turmagan bo'lsa ham mana shu yerdan dispetcher zadachadan ochiraveradi. Telegram ochilmagan, Win 2 da mana avtomatik tez ochiladi. Brauzerda ishlash tezkor tugmalari, ya'ni buni alohida tushuntirish, brauzerlarga to'xtalishga qaror qildim. Sababi YouTube'da ishlaysiz, nimadir qidirasiz. Shu holatda brauzerda ham o'zining tezkor tugmalari bor. Bu alohida qiziq, bular ham qadamni o'tkazishlar bor-ku. Shu veb stransiyada ham bor. Bu qanday qilinadi? Mana Altni bosib turgan holda chap o'ng strelkalari ishlatilar ekan. Ya'ni Altni bosib turib, klaviaturada strelkangiz bor, chapga, o'ngga, tepaga, pastga ko'rsatilgan. Altni bosib chapni bossam,
oldingi qilgan ishga qaytadi. Yana bitta bossam oldingi, mana Google qidirishdan oldingi jarayonga o'tib oldik. Va siz keragicha orqaga o'tib ketib qoldingiz, keragidan ortda va yana qaytmoqchisiz. Alt o'ng strelkasi orqali ortga qaytishingiz mumkin. Alt chapga, mana orqaga, alt o'ngda oldinga. Endi keyingi brauzer tugmasi Ctrl T. Bu nima desanglar, mana siz masalan hozir mana shu oynada ishlayapsiz va sizga yangi veb oyna kerak. Ctrl T ni bossangiz ikkinchi veb oyna ochiladi. Mana yerda ham masalan mana Mullajonov bo'yicha ma'lumot turaveradi. Mana bu yerda boshqa narsa masalan ChatGPT haqida qidirasiz. ChatGPT haqida qidirib, bu yoqda ChatGPT bilan ishlayapsiz va uchinchi stranica kerak Ctrl T. Endi albatta mana bu yerdan plusni bosib ham ochsangiz bo'ladi. Tezkor Ctrl T qilib nechta stranica bo'lsa ochib olaverasiz. Tezkor tugmasi Ctrl Shift T. Oldin yopilgan oynani qayta ochish ekan. Ya'ni mana Bahodir Mullajonovda yopfor deysiz, adashib voy deysiz va boshqatdan terasiz. Bu azobli narsa. Mana bu yerda istoriyadan ham ochsa bo'ladi. Ko'pchilik voy deydi va boshqatdan ochadi, qiynalib nechta ishi o'chib ketgan bo'lsa. Va Ctrl Shift T ni bossangiz mana oldin shunday yopilib qolgan oyingiz qaytadan ochilar ekan. Ya'ni YouTube'da nimadir video ko'rib o'tiribsiz, shunday ochib ketib qoldi ikkisi bosib. Voy deysiz va qidirasizmi boshqatdan. Yo'q. Shunda mana shunday yopib yubordingizmi? Shunday Ctrl Shift T ni bosasiz, brauzerda eski yopib olgan oyingiz ochiladi qaytadan. Endi bizda keyingi tezkor tugmamiz Ctrl Tab ekan. Bu nima desanglar, boyagi Alt Tabni tushuntirdim-ku sizga mana. Chrome'da ishlash, Word'da ishlash qilaman. U oynadan bu oynaga sakrab yurgan bo'lsangiz, bunda mana bu brauzerda masalan, men brauzerda ichida ham turli stranisalar bor-ku, sahifalar. Masalan, ChatGPT, Bahodir, mana bu yoqda YouTube ko'rinishida masalan, bu joyda endi Alt Tab emas, brauzer ichida Ctrl Tab. Ya'ni Bahodirda Ctrl Tab bosasiz, ikkinchi ChatGPTga, Ctrl Tab YouTube'ga, Ctrl Tab. Shu ko'rinishda mana veb stranisalarni alishtirishingiz mumkin. Tezkor Ctrl Tab, Alt Tab dasturlarda, Ctrl Tab stranisalar, sahifalarda. Bizda keyingisi F5 yoki Ctrl R oynani obnovit qilish. Bu ya'ni men tashqaridan lifehackdan tushuntiraman. Men ravoch solgan ish komment olmasa obnovitni bosasizlar-ku mana bu. Shunda F5 ni bosib tursanglar, mana shu bir necha 100 barobarlab amalga oshadigan ish. Ya'ni obnovit tezkor bo'ladi F5 da o'zida. Mana bundoq bo'lsa obnovit bitta bosgandan ko'ra F5 ni 7-8 marta bosib olsangiz bo'laveradi. Biz obnovit ko'pchilik nimaligini ham tushunmaydi. Shuni veb stranisani obnovit qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni men ChatGPT ishlamay qoldi. Shuni qaytadan ishlatishni ko'rmoqchisiz. Ya'ni keyinchalik ishlab ketgan bo'lsa, F5 tugmasini bossanglar, mana boshqatdan ochiladi obnovit bo'lib. Yoki Ctrl R ekan. Ctrl R ham obnovit yoki просто F5. F5. Proyektorni boshqarish. Bu ham Windows tugmalarining ichida, lekin alohida tushuntirib o'tirishga qaror qildim. Kerakli, chunki juda ham Windows tugmasiga P tugmasini bosasiz. Mana bu yoqda ikkinchi monitorni ishlatish, notebookga katta monitor qo'yib ishlatish, notebooklarga proyektor ulab ishlatish uchun kerak bo'ladigan oyna. O'qituvchilar uchun juda ham kerak. Mana to'liq ekran kompyuterda turibdi, ya'ni faqat notebookingiz ekranda yoki kompyuteringiz ekranida ishlayapti. Shu joyda повторяющийni qilsangiz, qo'shimcha monitor yoki proyektor ulangan bo'lsa, повторяющийga o'tkazib olsangiz, ham notebookingizda, ham proyektor yoki ikkinchi monitorda ko'rsataveradi. Расширитni qilsangiz qo'shilar ekan, ya'ni ikkita monitor ishlatganingizda chap tomoni mana katta ekranda chap tomoni notebookka, o'ng tomoni monitorga o'tadi. Ya'ni notebookga monitor yoki ikkita monitorni yonma yopishtirib qo'ygan holda mana uchinchisini bosib, ikkita ekranni bitta qilib ishlatishingiz mumkin. Bizda oxirgisi dispetcher zadachani ochish. Ctrl Shift Escape ekan. Mana 3 knopkali tezkor tugma. Bu nimaga kerak desanglar, dispetcher zadacha juda ham muhim. Ctrl Shift Escape ni bosaman, mana dispetcher zadacha ochiladi. Bu yerda mana kompyuter qanaqa ishlayapti, mana zoom juda ham resursimni yeyapti ekan. Производительность mana kompyuter qanaqa ishlayotgani, avtozagruzka oynasida nima dasturlar o'zini ochayotgani, hamma narsa bor dispetcher zadachada. Eng muhimi nima desanglar, qaysi o'yin yoki dastur kompyuter qotirib qo'ygan bo'lsa, Ctrl Shift Escape ni bosib, dispetcher zadachani ochasizlar va mana bu yerda mana Word shu o'yin yoki dastur deylik, qotirib qo'yayotgan, shuni mishkani o'ng tomonini bosib, mana снять задачuni bosib, mana bundoq снять qilib yuborsanglar